Uf, charchab ketdim ish qilaverib. Bor Jo'x akam ham hech bir o'ylamaydi. Qayoqqa ketgan ekan Jo'x akam. Jo'x aka, qayerdasiz hoy? Qishloqqa ke deydi. Qishloqqa kelganimdan-chi faqat yuradi ko'chada yoki kompyuter o'ynaydi. Menimcha xonasida kompyuter o'ynab o'tirgan bo'lsa kerak. Jo'x aka, yana kompyuter o'ynab o'tiribsizmi? Yo'q, kompyuter o'ynab yotibman. Ko'rmayapsanmi? O'tirganga o'xshaymanmi? O'tiribsizmi, yotibsizmi? Nima farqi bor? Undan ko'ra yuring, menga biror nima olib bering do'kondan. Juda ham zertib ketdim. Ish qilaverib charchab ketdim. Nima qilay, charchagan bo'lsang yordam berardim aytganingda. To'xtab turamiz mana. 1 minut bitta videom qoldi. Shuni montaj qilib olay. Obunachilarimiz uchun video qo'yibman. Mana bo'ldi. Nima deyotganding? Do'konga boramiz deyapsanmi? Ha, do'konga boraylik deyapman. Menga nimadir narsalar olib bering. Juda ham charchadim. Bori shuncha ishlaringizni qilyapman. Ishlaringiz emas, o'zimning ishlarim. Ya'ni uyimizdagi ishlar, ya'ni ro'zg'ordagi ishlar. Xullas charchadim-da, qarochi. Mana yoqdagi musorlar olib qo'ysang bo'lmaydimi? Nima deganingiz bu? Endi shu ham meni ishim, bu siz qiladigan ish-ku. Bo'ldi. Vahima ninada. Kerak emas vahima, o'zim tozalab qo'ydim-ku mana. Tak buni mana shu yerga musorxonada qoldirib ketamiz. Yur endi do'konga boraylik. Brat, kompyuter o'ynamaysanmi mabodo? O'ynamaysan, sen kompyuter nima qilasan? Tak senga do'kondan nimadir olib berishim kerak, lekin nimaligini bilmadim. Hozir boramiz. Bu yerda nima bo'lyapti ekan? U hozir to'xtab tur, 1 sekund. Mana brat oldiga bitta borib kelayin yoki keyin bor. Amayli yur, senga avval do'kondan narsa olib beray, keyin boraman. Assalomu alaykum brat. Va alaykum, kelinglar. Hozir bitta narsa olishimiz kerak edi. Xotin mana senga bitta chips va bitta Pepsi. Qanaqa Pepsi? Menga kola yoqishini bilasiz-ku axir. Uyga ketdim, men qarochi borib choy ichib o'tiraman undan ko'ra. Jo'g'ash xotining ham senga vashi nayli gapirib qo'yadi lekin. Endi nima ham deysiz? Nayli gapiradim, payli gapiradim bilmam. Bitta kolo borib berib kelaymi uyga. Kalochi qancha bo'ladi brat bu narsalar? Hozir hisoblab olay shu avvalgicha avvalam olarding-ku shunaqa qilib. Bo'pti. Hozir pullarimni sanab olay mana. Avvalgicha bo'lsa tak, mana ke shuncha edim avvalam. Shuncha bo'ldi, boraver. Mayli, rahmat brat. Bo'pti, kelib tur. Mayli, kelib turaman. Qo'lan keyin borib beraman. Yaxshisi, mana yerda brat nimadir qilyapti. Assalomu alaykum brat, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Qalay, tinchmisan? Bo'ladi, rahmat. O'zim tinchmisiz? Bo'ladi. Nima gap? Mana bu mashinani nima bu yoqqa olib turibsiz? Buni takoy mashina ekan, lekin bor. Sotmoqchiman. Sotasizmi? Zo'r-ku, qancha bu narxi? Ishing bo'lmasin seni, olmaysan-ku baribir. Mo'sh dolarman, qayerdan bilyapsiz olmasligimni? Endi aytayapman-da, rostdan olmoqchimisan? Ha, olmoqchiman. Unda bilmadim to'g'risi, bitta narx belgilab qo'ymaganman lekin. Endi belgilamoqchi edim. Qanchaga olasan? Bilmadim to'g'risi, brat. O'zingiz birorta narx aytsangiz ekan, o'sha narxga sotib olsam. Hozir o'ylab ko'raylik 1 sekund. Siz o'ylab turib keyin sotmoqchi bo'lmaysizmi? Mayli, unda $1.5 sotaman bo'ladimi? Bo'lsa kerak, to'xtab turmaysiz, pul olib kelaman. Janob merdan qarz olib kelsam bo'ladi menimcha. Tak, mahalliy idorasi. Assalomu alaykum janob mer. Va alaykum assalom. Jo'xa, nima deysan? Nima gap? Tez gapir, boshim og'riyapti. Kalochi menga katta pul kerak. Qanaqa katta pul? Kalochi bitta mashina sotilayotgan ekan ko'chaga, o'shani olmoqchiman. Bo'ladimi? Bo'ladi, bemalol bo'ladi janob mer. Bo'pti, sog' bo'l qarochi. O'zi senga shuncha pul berishim kerak edi, qarz bor edi-yu. Shuncha edi akras, rahmat, lekin menga $1.5 kerak edi. Atak janob mer $2 qarzi bor edi, qarzini berib yubordi. Janob sizga qancha edi? $1.5 mi? $1.5 berishing kerak. To'xtay, mana sizga $96, ya'ni $1.5. Rahmat brat, addushi, sog' bo'ling. Bo'pti, kelib tur. Yo'q, kelma, bo'ldi, boshqa mashinam qolmadi-ku to'g'risi. Shunaqa demaysizmi? Kelib tur deganingiz, men yana mashinalar bo'lsa olamanmi deb o'ylab turgandim. Atay, bo'pti brat, sog' bo'ling, omon bo'ling, baxtli bo'ling, taxtli bo'ling degandek. Ana endi akalar, obunachilar asta-asta buraman. Mana yoqdan buraman, yana asta-asta. Tak, xo'sh, ana endi bu yoqdan emasda burish kerak. Buni borib garajimga joylashtirib qo'yaman qarochi. Keyin esa garajdan chiqazib turib xotinim bilan biror joy aylanishga borishimiz mumkin yaqin orada. Aytgancha xotinimning kanali past 10 mingta bo'ldi. Menimcha bu bo'lgan bo'lsa ham kerak 10 mingta. O'shaning uchun albatta sizlarga katta rahmat. Yaqin orada, uzog'i 2-3 kunda, 2-3 kunga bormasligi ham mumkin. Yangilik chiqadi, yangilik haqidagi video chiqadi akalar. U uchun albatta Jo'xaning asosiy kanali, ya'ni Shoh Jo'xa House kanalini 30 mingta obunachi qilib tashishinglar kerak, bilsanglar agar o'sha 30 mingta davay obunachi qilib tashinglar. Xo'p, ana endi akalar orqasiga dahshat narsalar solib yursa bo'lar ekan. Yuklarimizni solib turib, dam olishga ketib yorsak bo'ladi. Menimcha chotki bo'ldi hammasi. Ana endi akalar bor, damda olib yotish kerak edi.
Menimcha cho'tki mashina lekin ha xotin nima gap? Menda tinchlik o'zingizda nima gap? Mana senga kola olib keldim. Keyin bitta mashina sotib oldim. Voy nima deyapman? Qalay ekan, takoymi? Ha, xuddi sizga o'xshagan takoy ekansiz ham takoysiz-ku. Yuring uyga kiraylik. Bo'pti, yur kirib o'taylik. Choy poy qilganmisan ish qilib, sen kola ichasan-ku, men choy ichim kerak. Voy, boshingga chiqyapman. Kechirmaysanmi, kechirasanmi o'zing bilasan. Kechirmasang ham menga o'ta farqi yo'q. O takoy mashina oldim, lekin rostdan ham xotinim aytgandek o'zimga o'xshagan tappa takoy bor akalar. Bo'ldi, короче, gapni ko'paytirmay xotinimni oldiga kirayin tezroq mansa bo'ladi. Janob mer, bu mashinani topmasak bo'lmaydi. Lekin qayerdan topamiz? Bilmadim, siz bilmaysizmi? Adashmasam, uvaz dedingmi? Ha, uvas. Jo'xa haydab yurgandi, menimcha kimdandir sotib oldim deganmidi? Demak, Jo'xa o'g'irlagan. Yo, bo'lishi mumkin emas, Jo'xa o'g'irlamaydi. Seni nima ishing bor? Yoqal ko'chadan o'tib ketayotgan holatingda gapiraverasan. Shu beslab yuringlar, Jo'xani uyida topib beraman. Mana qarochi. Shu yerda bo'lishi kerak menimcha. Bo'ldi. Ochinchi garajni. Hozir mana aka, ko'rdinglarmi, aytdimmi? To'g'ri aytibsan. Malades. Sen yaxshi nima terpilla bo'lasan. Ha, to'g'ri aytyapsiz, janob. Ya'ni, to'g'ri aytyapsiz. Men demak sizlayapman. Hozir Jo'xani chaqiraman. Jo'xa, qayerdasan? Hoy, Jo'xa. Kimdir chaqiryapti jilobbo. Endi xotinimni oldiga kirganman. Assalomu alaykum, janob mer hamda janob politsiyachi. Nima bu mashinani o'g'irlading, Jo'xa? Qanaqasiga o'g'irlab? Men buni sotib oldim-ku, brat. Yo'q, ishonmayman. Sen buni o'g'irlagansan. Bo'lishi mumkin emas. Men buni sotib oldim, janob mer. Siz aytyapsiz bu gapni? Yo'q, janob mer aytmayapti, men aytyapman. Sen o'g'irlagansan. Seni qamab qo'yamiz, kalitni ber. Mana kalit bemalol olishingiz mumkin, lekin janob mer sizdan pul oldimi? Esingizdan chiqdimi? Pulni olib turib borib sotib oldim. Bilmayman, xullas seni o'g'ri deyishyapti. Boyagi mana bu jetel aytdi seni o'g'ri deb. Men qanday o'g'riman? Tentaymisan? Sotib oldim-ku. Yo'q, sen sotib olmading. Sen uni aldab olib qochding. Tushunmadim. Hozir qayerga? Politsiyaxonaga borishim kerakmi? Seni qamab qo'yamiz. Rostdan ham qamaymiz. Tez yur, Jo'xa. Mayli-ku, lekin nima kerak edi shu? Kerakmi bilmayman, o'zing bilasan kerakligini. O'zing kerak deganmisan. Chiqaring. Qayoqqa chiqishim kerak? Mayli, tushunmayapman. Qayoqqa qamaysizlar? Qizni qamoqxona yo'q bizda. Mana, короче, politsiyaxona ikkinchi qavat qamoqxona bo'lgan. Tushunarli. Yaxshimiz politsiyachi? Yaxshi, o'zlari ham yaxshimisizlar? Yaxshi, короче, Jo'xa ham qamab qo'ying. Brat, meni qamarkansiz. Ikkinchi qavatga chiqaver bemalol. To'rdan o'tib bemalol o'zingni erkin his qilaver. Mayli-ku, lekin qanaqasiga? Yo, nimaga meni qamab qo'yishdi? Men o'g'irlamadim, brat. Tushunyapsizmi? Uni men sotib oldim. Men bilmayman. Qaytib chiqarmayapman men senga tepangga. Tushunmadim. Siz g'alati gapirar ekansiz. Boya ovozimda nosim bor edi. Hozir ham borga o'xshayapti. Boya hozirda Tushunarli, bu yerdan qochsa bo'lmasmikin? U mashinani ustiga sakrasam bo'lar ekan. Tapor bo'lganda sindirardim. Tapor olib kelmabman o'zim bilan qayta. Qayoqdan bilibman qamalib ketishimni akalar, obunachilar, sizlar ham bilmagansizlar-ku, to'g'rimi? Meni qamalib ketishimni o'zim ham bilmaganman. Xotinimmi? Xotin, nima qilyapsan? Tushunmadim men senga. Jo'xa aka, sizni qamab qo'yishdimi? To'xtang, men sizga hozir tapor beraman. O'zingiz qutqarib qochasiz bu yerdan. Tushundingizmi? Men sizga doim yordam berganman, dachansiz yordam beraman. kimdan ovoz kelyapti? Xotinim, meni ko'rishga kelibdi shekilli. Mayli, tezroq chiq. Qani xotin, ber tez bu tez bersang men bu yerdan survoration qilardim. Keyin seni yoningga borardim, keyin mazza qilib o'tirardik-a, bo'ldi. Rahmat senga, buni bilmasin hech kim, tushundingmi? Sekingina tushgunda bu yerdan survorgin. Narvonam, rahmat, meni qattiq tushishimni ham o'ylabsan. Bo'ling. Mayli, nichivo. Bo'pti, o'zing eplashtirib bor. Men axirani qarayapti-ku. Brat, iltimos meni kechiring, men bunga majbur bo'ldim. Qochib ketdi. Yo'q, aytmang iltimos, brat, aytmang. Voy, aytib qo'ysa dabdala bor akalar. Hozir qarochi men bitta narsa qilishim kerak. O'sha menga mashina sotgan bor edi-yu, yaramas. O'shani topaman-da, o'sha jinoyatchi bo'lgan. Demak, u menga o'g'irlangan mashinani sotgan. Hozir o'shani topib turib, o'shani politsiyachilarga topshiraman. Shunda men aybdor bo'lmayman. Keyin meni qo'yib yuboradi akalar. Qayerdan topaman endi uni? Qayerdandir topish kerak izlab. Ana ko'rdim uni. Yo, yaramas, eski uyga yashirinib olgan ekan. Voy, yaramas, menga qara. Nima qilmoqchi bo'layapsan? Nimaga menga o'g'irlangan mashinani sotding, ablah? Menmi? Haligi, men tutolmaysan, kalkan. Voy, to'xta deyapman men senga. To'xta, yaramas. Qayoqqa qochyapsan? Ahmoqmisan nima balo? Voy, to'xta. Men tutolmaysan, kalkan.
o politsiyachi bor ekan. O janob politsiyachi, tuting buni tuting. Mana bu o'g'ri, haqiqiy o'g'ri bu. Iltimos tezroq tuting. Hozir ushlab tur. Ushlab tur, qanday ushlayman? Yeta olmayapman. Bo'lmasa qanday ushlaymiz? Jinni, tezroq ushlab ol. Ushlab bo'lmayapti. Oy, to'xta deyapman men senga. O to'xtamayapti janob. Keldingizmi kagras? Tutilding. Qocha olmaysan, tutilding. Tutib oldik seni. Endi biz seni qamaymiz. Meni qo'yib yuborasizmi janob politsiyachi? Yo'q, seni qo'yib yubormaymiz. Axir buni aniq bilganimiz yo'q-ku o'g'riligini. U 100% o'g'ri, men shundan olganman. Bo'pti, aniqlasak seni ham qo'yib yuboramiz. Yurlaring ikkalang deb qamab qo'yaman. Seni kasringga ko'ryapsan, men ham qolib ketdim. Mayli, yuring janob. Men o'g'irlik qilganim yo'q edimda, prosta meni yolg'on o'g'ri deb aytyapsanlar, tentanglar. Seni biz to'g'ri o'g'ri deb aytyapmiz. Asabimga o'ynamas, o'ldirib yoraymi? Yo'q, o'ldirmang, chunki men qanaqasiga o'ldirishga loyiq ish qilganim yo'q-ku. Seni o'zi qiladigan ishimiz qo'lingni kesishimiz kerak edi, chunki o'g'rining qo'lini kesish kerak deyilgan. Yo'q, hech kim meni qamab qo'yavering. Bo'pti, qamaymiz seni. Seni ham qamaymiz, jo'g'a. Qanaqasiga janob, o'sha o'g'rini topib berdim sizga. Men o'g'ri deb kim aytdi, tentak? Buni o'g'riligini aniqlashtirishimiz kerak. Keyin seni qo'yib yuboraman. Yur ikkalang ham davay. Mayli. Bosh. Nima qilardinglar meni o'g'ri deb atab? Ana qochib ketdim deyman. Yo'q, men qochmadim, men mashinaga chiqib oldim. Uni boshqa qamoqxonaga olib boraman. Sen shu yerda bo'lasan, tushundingmi? Chunki sen hali tergovdasan. U esa 100% o'g'riligini aniqlashimiz kerak, tushundingmi? Tushunali. Bo'pti, unda chiqib o'tirgan joyimga birad, yaxshimiz, tinchimiz. Sen qanaqasiga qochib ketding, jo'g'a? Xotinim kelgandi, ko'rgan bo'lsangiz agar. Seni xotining qo'yib yubordimi? Shunaqa, brat, siz kirist ekansiz. Aytdingiz, ko'rdingiz, yomon qildingiz, lekin bori aytaman-da qochmas kerak edi. Bo'pti, mayli. Endi kutib turayin chiqani. O Sherali bankda shu axranalik mazza bo'lsa kerak-da. Kun bo'yi bankda oldida o'tiray, janob mermi? Seni qo'yib berishga keldim. Ya'ni janob mer keldi. Seni aybdor emasligingni biz aniqlash dedik. Endi bemalol ketishing mumkin. Borib xotining bilan o'tirasanmi, boshqa bilan o'tirasanmi? O'zing bilasan, qarochi bo'ldi, sen ozodsan. Ozod qushsan derdim, lekin qush emassan-da. Rahmat, yaxshi ham aybdor emasligimni bilibsizlar. Bo'lmasa men qamoqxonada xor bo'lib ketar ekanman. Sen nima boshimga chiqib yuborarsan? Bilmasdan kechirasiz, brat. Bo'pti. Janob politsiyachi, sog' bo'ling. Bo'pti, kep tur. Iloyim kelmay shu yerga qaytib, xo'pmi? Kesang zo'r bo'lar, zerikmasdimda, bir o'zim o'tiribman. Axrana bilan chiqib ko'p gaplashsangiz bo'lmaydimi? Qarochi aybdor emasligim aniqlandi. Barchaga keyingi videoda ko'rishguncha xayr.